Xudoy mashinangizni olib yursin. Ana ish suvda. Atlaskin. Tejima. Tajribadan aka qana birga aytaman. Xudoy mashinangizni 59 10 kilo skit. ber qana 10 kilo yaqindan qaytasiz. Yo'q. Aytgan bo'lsangiz aka. Aytgan bo'lsangiz 59 aka. Sen şu bola qaytib. Xudoyim shu mashinangizni jo'ra roziman. 59 10 kilo qaytib 100 aka deb aka. Aytgan pulingizni oladigan biz bizlarnikidan bo'lsa, o'zingizniki bo'lmadi aka. 5-10 kilo hech kim yig'ilmaydi. Tuğsamda Yaqanam, acayip bakalım. men ham aka kam so'ramadim shu mollaringizni. O'ynab kulib, o'ynab keldi. Kirasam acayip. 58 deb qiynaldingiz. 59 10 bazarlardan qaytib turibdi. Kim bo'lsa. Jabr bo'lmay tajribadan aka. Aka aytinglar ko'pchilik fasod etibdi. Razı Qaytaning 5-5. Aka shuni 5-10 kilo hech kim yig'ilmaydi. Men bu mashinaga ketib keta qo'y. 59 aytgan bo'la 55 mingdan berdim men. Yili bag'lat o'g'im mallar aka. Abi oltalar qaldı. Biz ham bag'lat o'tirdik aka. Kunjanani bosib o'tirdik. Rahmat aka. Shuni o'tirib o'tiribdi aka. Bir 10 kilo aytganlar, 2 o'yinda 10 kilo, 5 kilo, 6 o'yinda 59 2 kilo 10 kilo o'ynab berdim. Bersam aldım aka, kam savdo emas. Usi. Ya mol yo'qligidan emas, xizmat etib chaqirdinglar, keldim rahmat aka. Xudoy mashinangizni olib yursin aka. Jabr bo'lmaydi aka. Ya 15 kilo demadi qo'y, orqasini 10 kilo 10 kilo. 10 kilo libodan. Havo, nerda bo'lsa ham qaytadi u. Bo'lg'isi degan 10 kilo. Shundan so'ng pul bo'lgan, men shu majlis o'taman chiqa qo'ysin. Aylanib dim semiz mol bo'lsa aytgan pulingizni olaydim aka. Bag'lat o'g'im mollar yo'q. Ertaga bugun bag'lon biz esa 1000 so'm 2000 so'm foyda kim bo'lsa sotish kerak. Yomon bo'lmas. 200 mingdan boyimaydi aka. Aynan 300 ming so'm pul sotibdi. 7 kilo bo'ldi. Mashinaga berib keting shuni aka. 7 kilo bo'ldi. Aytgan pul 29 mingdan 10 kilo qaytading, bo'lgan yomon gap aytmadim aka. Qarasam mollarimiz baraka bo'ldi. 59 mingdan 10 kilo skitkaga. Bag'at o'g'im mollar edi. Mallarimizni xorlashib o'rasizlar, hozir o'lchaymiz. Shavatdamiz. Turkmen chegaraning yanında. Ekranda videodan Instagramda ko'rib aytdim mallarni. Shunday mallarimizni xorlashib o'rasizlar, xudo xolasa. Umidagam xizmatdan deydi. Hacı aka ko'rding bo'lardi, Hacı aka. Baxtimizdan deb kelsan bunda. Boş qo'yibdi lan. Sen yo'qmi? Boş. 4 kilo. O'ta. 444. 44 43 45 mana 444 kilo. Bo'lchi. Billanmi? Boş qo'yibdi lan. 363 kilo. Tushuning. 363. Verdik gözüne tomal attım giderken. Çesin. Kaldırıyor mu oğlum? Lazım size Xudoy mashina o'tasa mashina so'rayapsiz aka. Lazım. Sen bana razı ol aka. Oldu razı. Xudoy pulni so'rayapsiz.